19 yil o'z biznesida o'z sohalarida yetakchi bo'lgan ishlab chiqarish, savdo va dizayn yo'nalishidagi bir nechta muvaffaqiyatli kompaniyalarning ham muallifi. Forest Ventures fondi boshqaruvchisi, Uptrade, Renova, Florista, Navitkina va Aventurico kabi kompaniyalar asoschisi, bir nechta Rossiya kompaniyalarining direktorlar kengashi a'zosi, Skolkovo biznes maktabi mentori va o'qituvchisi Pavel Annenkov tomonidan yozilgan 1 million nusxadan ortiq sotilgan har qanday biznes egasi yo'l qo'yadigan 40 ta xato to'g'risidagi $1 million xatolar nomli kitobining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Birinchi xato: eng asosiysi betakror g'oya deb o'ylash. G'oya bu arzon tovar. G'oyani hayotga tatbiq qilish mana nima qimmatliroq turadi. Facebook ungacha MySpace ijtimoiy tarmog'i amalda bo'lgan. Google kelganda esa ungacha Yahoo va AltaVista qidiruv tizimlari mavjud edi. Yuqoridagi barcha kompaniyalar mavjud bozorlarga kirishgan va hech qanday yangilik bilan kirishmagan. Ular tinimsiz mehnat va o'z ishlaridagi har kunlik oddiy jarayonlarni a'lo darajada bajarish orqali o'z sohalarida yetakchilikka erishgan. Restoran yoki ustaxona ochish uchun eng yaxshi joy bu boshqa restoran yoki avtoustaxonaning shundoq yonginasidir. Ular o'sha yerda mijozlar oqimini tashkil qilib, allaqachon siz uchun eng qiyin ishni bajarib bo'lishgan. Endi sizdan talab qilinadigan ish ularning izidan tushib, nimanidir ulardan hech bo'lmasa 10% ga ustun qilib, mijozlarni jalb qilishdir. Ikkinchi xato: o'z biznesining yakuniy maqsadini bilmaslik. Biznes boshlagan yoki boshlamoqchi bo'lsangiz, ushbu savolga javob bering. Menga o'zi xususiy biznes nega kerak? Kompaniyaning birinchi yildagi faoliyatidagi biznesdan qancha shaxsiy daromad olishni istayman? Men biznesda muvaffaqiyatga erishishimning belgilovchi asosiy ko'rsatkich nima? Shaxsan men kompaniyada nima bilan shug'ullanaman? Kompaniya faoliyatining birinchi yilida unga oyiga qancha vaqt sarflashga tayyorman? 3-yildan keyinchi paydo bo'lib qolgan shaxsiy vaziyat yoki duch kelgan imkoniyatlar oqimi ortidan quvib ketmang. Kompaniyani o'zingiz uchun va rejalaringiz bo'yicha tuzing. Uchinchi xato: tavakkal qilishdan qo'rqish. Tadbirkorlik va tavakkalchilik doimiy yonma-yon turadi. Boshlanishiga startaplarning taqdimotlarini ko'rib, pul tikib yuborishga tayyor bo'lasiz. Keyinchalik yangi biznesga pul tikishda xatarlarni ancha diqqat bilan baholaydigan bo'lasiz. O'zingizni bosib, bozorni o'rganib, shu sohada ishlaydigan kompaniyalar bilan suhbatlashib, hisob-kitoblar va qisqa biznes va reja tuzibgina biror biznesga kirish yoki kirmaslikka qaror qilasiz. Tadbirkorlik va xavf doimo yonma-yon yuradi. Siz shaxsiy yoki qarzga olingan mablag'larni xavf ostiga qo'yasiz. To'rtinchi xato: biznes mavjudligining o'zi meni boy qiladi deb o'ylash. Biznesingiz sizga foyda keltira boshlaydigan yorqin onlarni kutib, qo'l qovustirib o'tirmang. U o'z-o'zidan bunday qilmaydi. Uni majburlash kerak. Oldimda ikkita yo'l bor deb o'ylaysiz. Yollanma ishda achinarli bir mavjudot bo'lib kun ko'rish yoki shaxsiy biznesning boy va erkin egasi bo'lish. Agar hamma shunchalik oddiy bo'lganida, hamma Mercedeslarda yurgan bo'lardi. Zamonaviy raqobatning ashaddiy muhitida kompaniyani oyoqqa turg'azib, uni sezilarli foydaga olib chiqish uchun yillar kerak bo'ladi. Afsuski, statistik ma'lumotlarga ko'ra 90% kompaniyalarda 3 yillik nishonlanish nasib qilmaydi. Beshinchi xato: kengaymaydigan biznes qurish. Kichik tadbirkorlik bo'lmaydi, kichik bozorlar bo'ladi. Agar yirik kompaniya tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, pul mavjud sohalarda ishlang. O'sib borayotgan bozorda ishlash va biznesni rivojlantirish ancha osonroq. Eng qiyin bosqich bo'lgan biznesni ochishni epladingiz. Endi uni kengaytirish eng muhimi. Agar siz o'z biznesingiz rivoji uchun professional sarmoyalarning pulini jalb qilmoqchi bo'lsangiz, faqatgina kengayishi mumkin bo'lgan biznes quring. Oltinchi xato: biznes loyihaga qo'yiladigan vaqt va pulga cheklovlar qo'ymaslik. Har qanday sohada ham yangi biznes boshlayotganingizda sarmoya va vaqtingizni bekor sarflash kabi xavfga duch kelasiz. Biznesingiz rivojiga qancha vaqt va mablag' sarflashga tayyor ekanligingizni aniqlab oling. Boshlanishiga sizda qaysi resurs va yoki mablag' ko'proq ekanini aniqlab oling. Mag'lubiyat bu o'rganish va biznes loyihalar amalga oshish jarayonidagi normal holat. Yettinchi xato: o'zi bilan bir xil xususiyat va qobiliyatga ega sherik tanlash. Sizga biznesda sizda yo'q narsani kompaniyangizga olib keladigan inson kerak. Qanday sheriklar kerak? G'oya, mijozlar bazasi, bozoringiz bo'lsa, mablag'i bor sherik kerak. Agar pulingiz bo'lsa, mijozi bor, tanishlar bor sheriklar kerak. Sizda g'oya va vaqt bo'lsa, pul va kompaniya yuritish bo'yicha tajribali sherik kerak. Do'stlar bilan biznes boshlab, do'stlardan ham, biznesdan ham ayrilib qolganlar qancha. Rockefeller aytganidek, biznesda qurilgan do'stlik, do'stlikda qurilgan biznesdan yaxshiroqdir. 8-xato: kompaniyada tizim yaratmaslik. Tizimli kompaniyaning har bir harakati bir tuzilmaga birlashtirilgan bo'ladi. U ma'lum qonunlarga asoslangan va qo'yilgan vazifalarni bajaradigan holga har oy, kvartal yoki yilda kompaniya egasiga bashorat qilingan daromad ko'rinishidagi natija ko'rsatadi. Eng yaxshi usul xodimlar harakatini elektron tizim bilan yo'naltirib turish, ya'ni har bir bo'limning o'z KPI tizimi bo'lib, qilgan ishlarni yarasha ball to'plashlari kerak. Masalan, sotuv bo'limi CRM nomli mijozlar bilan ishlash tizimi, logistika bo'limida har bir yetkazib berilgan tovarlar bo'yicha tuzish mumkin. 9-xato: o'z biznesi nega omadsiz ekanini bilmaslik. Nokia kompaniyasini eslang. 2003-yilda Nokia 1100 telefoni eng ko'p sotilgan telefon bo'lgan. 2011-yilda Apple sotuv hajmi Nokiadan o'zib ketdi. 2012-yilda korxona bankrot bo'ldi. Katta kompaniyalar omadsizlikka duch kelishining 3 asosiy sababi bular: yomon bozor, yomon jamoa va iste'molchilarga kerak bo'lmagan mahsulot yoki xizmat yaratish. Yomon bozor bu o'lib borayotgan bozor bo'lishi mumkin. Masalan, gazeta va jurnal biznesi kamayib bormoqda. 10-xato: biznes plan yozmaslik. Birdan jangga kirishib ketmang. Tadbirkor so'zi tadbir, chora-tadbir ko'rish degan. Biznes boshlashdan oldin bir necha kun yoki hafta sarflab biznes reja yozing. Shunda ulkan hajmdagi vaqtingiz va pulingiz tejab qolgan bo'lasiz. Biznes reja yozish juda oson.
11-chi xato o'z kompaniyasini boshqalar kabi emas deb bilish. Hamma sohada bo'lgani kabi biznesda ham muvaffaqiyatli kompaniya yaratish uchun rioya qilish kerak bo'lgan qoidalar mavjud. Oddiy hayotda g'alabalar ko'rinib, mag'lubiyatlar ko'rinmagani sababli siz doimo muvaffaqiyatga erishish qobiliyatingizni ortiqcha baholaysiz. 12-chi xato biznes sheriklariga ulushlarni shunchaki berish. Kompaniyaga egalikni boshidan kelishib oling. Biznesga yana kimnidir jalb qilishdan oldin o'zingizga savol bering. Bu sherikdan qanday foyda? Sheriklar kompaniyaga pul, vaqt, bozor, mijozlar, tajriba, g'oya bilan kirishi mumkin. Muhim va iqtidorli ishchilarga rag'batlantirish uchun ulush berish ham xato. Oldin yaxshilab o'ylang. Shunday qilsangiz shu ishchi yaxshiroq ishlaydimi? Biznesdagi ulushlarni faqat sotish kerak. 13-chi xato konsultantlarga shubhasiz ishonish. Ular sizning biznesingizga chuqur kirib bora olmaydilar va uning xususiyatlarini besh qo'lday bilmaydilar. Bu ularda xohish yo'qligidan emas. Ular sizga faqat biznesdagi yondashuv va metodikalarni o'rgatib qo'yishlari mumkin, lekin qarorni baribir siz qabul qilishingiz kerak. Eng yaxshisi sizdaga kompaniyada metodlari yaxshi ish bergan konsultantlar yaxshi. Yana bir narsani esda saqlang, qimmat har doim ham yaxshi degani emas. 14-chi xato jamoa tuzmaslik. Steve Jobs aytganidek, buyuk ishlarni bir kishi qilmaydi, u jamoa bilan bajariladi. Yodingizda bo'lsin, muvaffaqiyatli biznesni yolg'iz qurib bo'lmaydi. Insonlarning kuchi va vaqti cheklangan. Hamma narsa qo'limdan keladi demang. Odamlar yollashni va ularga ishingizning bir qismini berishni boshlang. Biznes jamoani sotib olib bo'lmaydi, uni faqat tuzish kerak. Yana bir tomoni, jamoa bu ertadan boshqa biznes bilan shug'ullanamiz desangiz ham siz bilan birga bo'ladigan insonlardir. Har qanday muvaffaqiyatli tadbirkorning orqasida uning jamoasi turadi. O'sha afsonaviy Steve Jobsning orqasida Tim Cook turgan. 15-chi xato sheriklik kelishuvlarini tuzmaslik. Sherikingiz bilan vazifani aniq belgilab oling. Sheriklik kelishmovchiligiga olib boruvchi asosiy sabab odatda har bir sherik kompaniyaning rivoji va uning maqsadlarini turlicha ko'rishlaridir. Sheriklikning kelishuvida quyidagicha bo'lishi mumkin. Qarashlar, missiya va kompaniya qadriyatlari, kompaniyaga egalik qilish, ulushlar, dividendlar va sof foydaning ishlatilishi, mansablar va boshqalar. 16-chi xato insonlarni o'zgartirishga harakat qilish. Boshqalarni o'zgartirish bo'yicha harakatlar qarshiliklarga uchraydi va sheriklarning bir-birini ayblashi cheksiz janjallar bilan yakun topadi. Bu paytda sheriklaringizni o'zgartirish emas, o'zingiz o'zgartirishingiz lozim. O'zingizni qanday o'zgartirish kitobda batafsil yoritilgan. Sherikligingizning kuchsiz tomonlarini to'g'rilashga harakat qilish kerak emas, uning kuchli tomonlarini topib, hamkorlikda biznes rivoji yo'lida foydalaning. 17-chi xato o'z kompaniyasining zararsiz nuqtasini bilmaslik. Kompaniyangiz o'z faoliyatini oqlashi uchun qanday oylik aylama mablag'iga erishishi kerak, shuni bilib oling. Zararsiz nuqtasi bu kompaniyangiz tovar va xizmatlari savdosining minimal hajmiki, bunda savdodan kelgan daromad xarajatlarni to'liq qoplaydi. Shu nuqtadan ortiq sotilgan har bir tovar yoki xizmat sizning kompaniyangizga foyda keltiradi. 18-chi xato mijozlar bilan munosabatda kelajak bilan yashash. Birdan yirik mijoz chiqib qolsa, suyunib ketib foydadan oldin chang chiqarmang. Yaxshilab o'rganing. Balki u arzon narxda sotib olmoqchidir yoki noqulay to'lov qilmoqchidir. Odatda katta kompaniyalar kichik korxonalar portfoliosi uchun o'zlarining shartlarini o'tkazishga harakat qiladilar. Siz esa yirik mijoz bilan o'zingizni teng hamkordek tuting. 19-chi xato mijozlar bilan tizimli ish olib bormaslik. Kompaniyangizdagi eng qimmatbaho bo'lgan narsa bu mijozlaringizdir. Mijozlaringiz haqida ma'lumotlarni elektron shaklda saqlang. Boshida Excel faylini kiriting. Aslida mijozlar haqida ma'lumotlarni to'plashning eng yaxshi usuli CRM tizimidir. Mijozlar bazasi asosida ularga qo'ng'iroq qilish, SMSlar yuborish, email jo'natishingiz mumkin. 20-chi xato qarindoshlarni ishga olish. Agar qarindoshingizni ishga oladigan bo'lsangiz, u bilan shartnoma tuzing. Shartnomada siz uning ishidan nimalar kutayotganingiz va ishini baholash mezonlari yozilgan bo'lishi kerak. O'rangizdagi ish munosabatlari kompaniyaning boshqa xodimlari bilan munosabatlardan boshqacha bo'lishi kerak emas. Bu yerda siz bu odamni rahbarlik o'rnida olyapsizmi yoki oddiy ishgami muhim emas. 21-chi xato tez suratda ishga qabul qilib sekin bo'shatish. Xodim yollashda shoshilmang. Ko'proq vaqtingizni nomzodlarni tanlash va ularga baho berishga sarf qiling. Siz kompaniyaga qanday odamni olish emas, qanday odamni ishga olmaslikni aniq biling. Ishga kirish uchun nomzodlarni olib keladiganlar uchun kompaniyangiz tomonidan mukofot ta'sis eting. Nomzodlarni testdan o'tkazing, so'rovnomalar to'ldirtiring. 22-chi xato xodimlarni o'qitmaslik. Siz tashqaridan mutaxassislarni chaqirib yoki xodimlarni bir-biriga o'rgatish orqali o'qitishni tashkil qilishingiz mumkin. Yangi xodimni anchadan beri ishlaydigan xodimga shogird qilib qo'ysangiz samara beradi. Xodimlar o'rtasida ular nimalarni o'rganishi va qaysi bilimlarni yaxshilashini istashlari haqida so'rovnomalar o'tkazing. 23-chi xato xodimlar sonini oshirish. Xodimlaringizni ro'yxatini qiling va har birining yoniga shu xodim ish kuni davomida kompaniyangizga yana qanday ish bajara olishini yozib chiqing. Yangi xodim olayotganingizda shu ishni boshqa bir xodimga bo'lib berish mumkinmi? Biznes jarayonlarini avtomatlashtirish yoki yangi texnologiyalarni tatbiq qilish evaziga yangi xodimni ishga olmassiz. Har yili bir xodimga to'g'ri keladigan sof foydani hisoblab chiqing. 24-chi xato kompaniyasidagi pul oqimining harakatini kuzatmaslik. Agar shu paytgacha pul mablag'larining harakatining hisobotini uchun alohida faylingiz bo'lmasa, shu haftada buni qilib oling. Bu hujjatni har kuni to'ldirish uchun hisob-kitob bo'limidagi mas'ul xodim saylab qo'ying. Har hafta kompaniyaning moliyaviy sharoitini xodimlar va hamkorlar bilan muhokama qilish ham yaxshi. 25-chi xato kompaniya rahbari xodimni ishga olishda ishtirok etmaslik. Kompaniyangizga ishga kirmoqchi bo'lgan har bir nomzod bilan albatta yakuniy suhbat o'tkazing. Bir nechta og'iz gap bilan kompaniyangizdagi madaniyatni tushuntirib bering.
26-xato kelishuvni qog'ozda aks ettirmaslik. Mijozlar, biznesdagi hamkorlar, ishdagi xodimlar, pudratchilar, kontragentlar, mahsulot yetkazib beruvchilar bo'ladimi, hammasi bilan qog'ozda kelishishga harakat qiling. Agar imkon bo'lsa, muzokaralardan so'ng darrov kelishuvni yozma ravishda rasmiylashtiring. Juda qiyin bo'lsa, elektron pochta orqali yozing. Ulardan ham yozma ravishda elektron pochtada javob berishlarini so'rang. 27-xato biznes meni baxtli qiladi deb o'ylash. Ko'p pul topa bilish jasurlik, ularni saqlay bilish donishmandlik, aql bilan ishlata bilish esa san'atdir. Ko'pchilik biznes qilishdan maqsad mustaqil va boy bo'lish deb o'ylashadi. Yana biri obro'li bo'lish. Har holda shu maqsadlarga erishishda baxtli bo'la olmagan odamlar qancha? Baxtsiz uchun nima ekanligini yaxshilab o'rganing. 28-xato CRM mijozlarni boshqarish tizimini tatbiq qilmaslik. CRM tizimi bu Customer Relationship Management, ya'ni bu mijozlar va ish beruvchilarning aloqa ma'lumotlarini tartibga soluvchi xizmat. Tizim yana xodimlarning qanday ishlayotganligini ham ko'rsatib beradi. Hattoki savdoyingizning kelajakdagi prognozini ham tahlil qilishingiz mumkin bo'ladi. 29-xato to'laqonli savdo bo'limini yaratmaslik. Agar savdo bo'limingizda CRM tizimi yo'q bo'lsa, darhol ishga tushiring. Savdo menejerlari uchun KPI ishlab chiqing. 30-xato biznesni rivojlantirib, o'zini rivojlantirmaslik. Eng xavfli zahar hamma narsaga erishib bo'ldim degan hissiyot. Zaharga qarshi dori bu har kuni kechqurun ertaga yaxshiroq qilish mumkin ekanligi to'g'risida o'ylash. O'z rivojlanishingiz uchun xarajatlar rejasini tuzing. 1 yil o'qishni rejalashtirgan kitoblar ro'yxatini tuzing. Har kuni hech bo'lmasa 30 daqiqa o'qing. 31-xato atrofidagilarni o'zgartirmaslik. Sizga eng ko'p ta'sir qiladigan atrofingizdagi odamlardan 5 tasining ro'yxatini tuzing. Ularning o'rtacha daromadlarini hisoblab chiqing. Bu siz intilayotgan raqammi? Tanishlaringiz yoki tanishlaringizning tanishlari orasida omadli deb ataydigan va undan o'rganishni xohlaydigan odamlarni yozing. Shu odamlar bilan aloqaga chiqishga harakat qiling, yangilari bilan tanishishga harakat qiling. 32-xato marketingdan pulni tejash. Kompaniya inqirozga uchrashining eng keng tarqalgan sabablaridan biri yetarlicha mijozlar sonining yo'qligidir. Mijozlarni jalb qilish marketingning asosiy vazifasidir. Balki hozir mijozlaringiz tiqilib yotgandir yoki yirik shartnoma tuzgandirsiz, biroq kelajak haqida o'ylang. 33-xato ustozsiz ham eplash. Sportchiga murabbiy zarurligi kabi sizga hayotda ham, biznesda ham shunday odam kerakki, u muntazam ravishda raqamlaringiz haqida so'rab tursin. U biznesingizni tashqaridan qarab, siz ko'ra olmaydigan jihatlarni ko'radi. 34-xato vaqtni qadrlamaslik. Vaqtni boshqarish masalasidagi kurslarga boring yoki shu haqidagi kitoblar o'qing. Hech bo'lmasa bir kun sharoitdan kelib chiqib, ijtimoiy tarmoqlarga kirmaslikka urinib ko'ring. Asta-sekin atrofingizdagilarni vaqtni boshqarish qoidalariga o'rgatib boring. 35-xato mijozga emas, mahsulotga e'tibor qaratish. Mijozlarga ularga sotish kerak deb hisoblagan narsani emas, ular sotib olishni xohlayotgan narsani bering. Ayniqsa restoranda ajoyib deb hisoblagan taom mijozga nimasidir yoqmasligi mumkin. Mijozdan doim fikr so'rab, shunga qarab intilish kerak. 36-xato kompaniyadagi jarayonlarni mijozlar uchun emas, hisobchilar uchun qulaylashtirish. Mijozga buyurtmani berib yuborishda ko'pincha hisobchilar hujjatni qilib berishga vaqtlari bo'lmaydi. Aslida hisobchilar kompaniyaning yordamchi jarayonlariga kiradi. Kompaniyaga pulni hisobchilar emas, boshqa bo'limlar olib keladi. Bugalteriyaning boshlang'ich kursida o'qib chiqing. Shunda bugalteringiz bilan bir tilda gaplasha olasiz. Bugalterning mijozlarga muloqot paytida hech qachon aytishlari mumkin bo'lmagan gaplar yozilgan qog'ozni osib qo'ying. 37-xato savdo sotiqdan ko'ra ishlab chiqarish muhimroq deb hisoblash. Ko'pchilik kichik biznes tadbirkorlar savdodan ishlab chiqarishga o'tish to'g'risida orzu-havas qilishadi. Buni haqiqiy biznes deb atab, bu bilan shug'ullanishga qiziqishadi. Amazon, Walmart kabi savdo sohasidagi gigantlarni eslang. 38-xato tadbirkorlik bilan o'zini o'zi band qilishni chalkashtirish. Tadbirkorlar ishning ko'p qismini o'zlari bajarishmaydi. Ular muammolarni aniqlashadi, imkoniyatlar topishadi. Biznesingiz rivoji davomida o'z-o'zini band qilishlikdan asta-sekin chinakam tadbirkorlikka o'tish juda muhim. 39-xato diqqatni bir joyga qaratmaslik. Biznesingiz uchun eng foydali yo'lni toping va diqqatingizni butunlay shunga qarating. Yillik, choraklik, oylik va haftalik rejalar tuzib oling va ko'rinadigan joyga osib qo'ying. Maqsadlarga erishishdagi har kunga o'sishni tahlil qiling. Tizim yaratib kompaniyani o'zingizdan xalos qiling. Ish ustida emas, biznes ustida ishlang. 40-oxirgi xato hayotiy qadriyatlarni bilmaslik. Hayotiy qadriyatlar bu bizning xohishlarimizni, qaror va harakatlarimizni shakllantirib va nazorat qiladigan ichki ko'rsatmalardir. Siz chindan ham shuni xohlayapsizmi? Agar sizning qadriyatlaringiz oila bilan ko'p vaqt sarflash bo'lsa, oila bilan vaqt ajratishga xalaqit beradigan imkoniyatlarni rad qilish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Bu kitobda ushbu xulosalarni keltirib chiqardik, lekin kitobdagi asl mazmun va maslahatlardan kelib chiqadigan manfaatlar va har bir xatolar uchun keyslar, kompaniyalar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan to'liq tanishish uchun uni boshdan oxirigacha o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz. Ushbu kitobni siz uchun ulashdik. Yana ko'plab kitoblarning mazmunini bilib olishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib, do'stlaringizga ushbu ilmni ulashing. Yana qanday kitoblar haqida bilib olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.